yuraveradi. Ketdi Muzdalifaga qarab. O'sha oxirgi tog'ni ko'rasizlarmi, chap tarafdagi o'sha yergacha yayov borasizlar. Ersasiz hoji aka? Borasizmi? Nasib qilsin boramiz. Kutamansiz o'sha yerda. Men poyezdda boraman. Shu Birodarda borganim yetadi, ikkinchisi poyezdda borsam bo'ladi. Chunki hojilar bilan boshqalar. Nasib qilsa boramiz, zo'r. Ha? Sizlar yayov borasizlar, men yodib turaman. Nasib bo'lsa shu kunga yetkazsin. Amin. Bak. O yo'lini ko'rdingiz, endi ikkinchi yo'li. Odam shu darajada ko'p bo'ladiki, sig'maydi. Mana Arafat maydonining ikkinchi yo'li. Ketdik Muzdalifaga qarab. Uchinchi yo'li. Mana to'rtinchi yo'li. Mana shular hammasida oppoq kiyimda hojilar to'g'ri Muzdalifaga qarab boradi. To'g'ri borib nima qiladi? Toshini teradi. O'zbeklarda bitta gap bor, toshini ter deydi-ku, ko'pincha shu yerdan chiqqan. Borib 49 ta toshini teradi. Iloji bo'lsa 6 ta tersa yaxshi, chunki shaytonga otiladigan tosh faqatgina Muzdalifadan yig'ilgan bo'lishi kerak. Hojoni 49 ta tosh faqat Muzdalifadan terilgan bo'lishi kerak. Makkani boshqa joydan emas, aynan Muzdalifadan terilgan toshni shaytonga otasiz. Ertalab kecha Muzdalifada yotasiz, uxlaysiz, yerni bitta bo'lib, ya'ni mahshar kuniga tayyorgarlik. Bir o'zingiz yakka oldingizdagi hojilar bilan birga yer bilan bitta yotasiz, mana bunaqa turpoli joylarda gilam yozib qo'yadi, yerga shuna qilib yotasiz. Ana o'shanda bilasizki, siz ertaga mahshar kuni qo'lingizda hech narsa yo'q, faqatgina amallaringiz bilan Alloh huzuriga borishingiz. Shuni o'zida o'zingizga o'zingiz savol berasiz. Nima qildim men shuncha bu mol dunyoyi menga nima qilib berdi? Ana o'shani o'zingizga o'zingiz isloh qilib so'raysiz. Ertaga o'lib ketsam shu narsalar hammasi qolib ketar ekan-ku. Mahshar kuni shuni qilib o'tirar ekanman o'sha yerda. Ana o'shanda sizni qilgan umra hajingiz katta bitta odam timsolida keladi, sizni himoya qiladi. Bundan ortiq vaqt bormi musulmon kishiga? Tongga olib turasiz Muzdalifada. Ko'zingizni ochganingizdan keyin bomdod namozini o'qishingiz shart Muzdalifada. Keyin jamoratga qarab yo'l olasiz. Jamoratga qarab yo'l olganingizda jamoratga borsangiz, sizda katta shaytonning o'rni bo'ladi. O'sha shaytonning o'rnida birinchi shaytonga 7 marta tosh otasiz. Keyin gastritsaga ketasiz. Gastritsaga borib, qo'yingizni so'yilishini kutasiz. Sizga aytishadi, qo'yin so'yildi, bo'ldi deydi. Keyin borib sochingizni kalga oldirtirasiz. Sochingizni kestirganingizdan keyin ihromdan chiqasiz. Eng amallarni kerakligini qilib olganingizdan keyin siz ertasi kuni yana 3 ta shaytonga tosh otish uchun jamoratga kelasiz. 3-kun ham xuddi shunaqa, yana 3 ta shaytonga 3-kuni tosh otasiz. Shu bilan 3 kun ketma-ketiga tosh otganingizda umumiy 49 ta tosh otgan bo'lasiz. Sizda nima amal qoladi? Ka'bani tavof qilish qoladi. Ya'ni tavof ifoza qoladi. Ketishdan oldin siz tavof ifozani qilasiz. Tavof va ifozani qilib bo'lganingizdan keyin 7 vaqtda 2 rakat namoz o'qiysiz. Xuddi umrada o'qisizlar, hozir tavof qilib. Tavof ifoza shuna qiladi. Niyat lekin tavof ifoza bo'ladi. Qilib bo'lganingizdan keyin amallarning eng so'nggisi vidolashuv tavofi bo'ladi. Vidolashuv tavofini qilasiz. Shu bilan orqaga qaramasdan Ka'baga yuz qismingiz bilan xayrlashib chiqib ketasiz. Shu ketishda to'g'ri uyingizga ketasiz. Agarda orqangizga qaytsangiz, qo'y vojib bo'lib qoladi. Bo'ldi. Makkani tark etib chiqib ketasiz. Kiradigan bo'lsangiz qaytib umra qilib kirishingiz kerak. Ana o'shanda inshaalloh siz hoji bo'lib ketasiz.
Bo'ldikmi hoj bo'lishni? Alloh rozi bo'lsin, hojilik muborak bo'lsin.